Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan nafas mashqlarini bajarib olamiz. Bugungi nafas mashqlarimiz sizlarga so'zlarni o'qishda, bo'g'inlarni talaffuz qilishda juda ham kerak bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor bering. Bolajonlar, esingizda bo'lsa, kecha yurtimizda havo bulutli va yomg'irli bo'lgan edi. Shamol bulutlarni uchirib, quyosh nurlarini sochishiga yordam berdi. Keling, hozir biz ham bulutlarni uchirib, quyosh o'z nurlarini sochishiga yordam beramiz. Chuqur nafas olamiz va uxlaymiz. Ana bulutlarimizni ham uchirib yubordik. Quyoshni ham nurlarini sochishiga yordam beramiz. Chuqur nafas olamiz, og'zimizdan uxlaymiz.